ko'rk qo'shsa, ikkinchi tomondan aholi turmush tarzini yaxshilash, madaniyatini yuksaltirish, qolaversa, yangi ish o'rinlarini yaratish orqali aholi turmush farovonligini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Navbatdagi lavhamizda viloyatimizdagi ana shunday madaniyat va aholi dam olish markazlaridan biri faoliyati haqida hikoya qilamiz. Aholi, ayniqsa yosh avlodning kundan kunga oshib borayotgan madaniy ma'rifiy ehtiyojlarini qondirish, ularning bo'sh vaqtlarini samarali va mazmunli o'tkazishini tashkil etishga ko'maklashish maqsadida viloyatimiz tuman va shaharlarida madaniyat va aholi dam olish markazlari binolari kapital ta'mirlanib, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlandi. Shovot tumanidagi Chig'atoy-Qala qishlog'idagi aholi dam olish va madaniyat markazining qishloq ahliga tuhfa qilinishi ana shu ezgu sa'y-harakatlardan biridir. Muhtasham binoda qayta ta'mirlash ishlari olib borildi va jihozlandi. Endilikda bu yerda qishloq ahlining va yoshlarning madaniy hordiq chiqarishlari, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazib, turli to'garaklardan shug'ullanishlari uchun barcha shart-sharoit va imkoniyatlar yaratildi. Shuningdek, turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar ham o'tkazilmoqda. Yoshlarga va o'zlariga ko'rsatilgan bunday e'tibor va g'amxo'rliklardan qishloqning keksa faxriylari ko'ngillari shod. Chig'atoy-Qala madaniyat va aholi dam olish markazida o'zimizni shu faxriylar qishlog'imizdagi yoshlar, to'garak qatnashchilari bor. Shulardan bir kichkina o'zimizga bir Navruz folklor ansambli, badiiy havaskorlik ansambli tashkil qilib qo'yibmiz. Bularning ichida mehnat faxriylari, to'garak qatnashchilari bor. Bularning ichida respublika tanlovlar g'oliblari bor. O'zimizning shu ustozimiz oldin bu yerda Firuz ansambli bor edi, birga ishlaganmiz. Ustozim Bekturda Bekjanov, Nabbayjanov, mahalla maslahatchisi Sharafat opam birgalikda hamkorlikda bular bilan shu o'zlarimizga mana shunday kichkina bir badiiy havaskorlik ansambli tashkil qilib qo'yamiz. Bizlarda hech qanday fonogramma nima yo'q, haqiqiy jonli ijro. Bularning o'zlarindagi o'zini ijodi, o'zlari o'rgangan nimalari bilan bizlar uni o'zlarimizdan qo'ldan kelgancha o'rgatib, mana shunday ansamblda qatnashtirib, o'zingiz guvohi bo'ldingiz, ijro qilib turibdilar o'zlarining ashulalarini. Keyingi niyatlarimiz ham katta. Bizlar ham inshib bir kichkina bo'lsam, o'zimizni hissamizni qo'shsak degan umidda mana shu ansamblni tashkil qildik. Chig'atoy-Qala madaniyat va aholi dam olish markazi Qashqarda. Rejalarimiz bor. Yana keksa faxriylar bo'lsin, yoshlar bo'lsin, bularni keyinda hozir yana 20 taga yaqin bir 40-50 ga chiqarish niyatimiz bor. Xorazm xalqi elbette evvelden ezelden şu sanatsever xalq. Bunu hamma biladi. Shuningdek, mana bizlar ham yosh vaqtlarimizda shuni bilan qiziqib shug'ullanganmiz. Bugungi kunda keksalik yoshdan surib yuribmiz. Ana shundan bizlarga o'xshagan keksa o'zlarimiz tengqurlar, yoshlardan ham birozlari mana shu yerda madaniy va dam olish uyida, mana shunday aholi dam olish uyida kelib to'garaklarga qatnashib turibmiz. Ana shunday mana shu natijasida kichkina bir jamoa tashkil o'zidan o'zi tashkil bo'ldi. Folklor ansambl tashkil bo'ldi. Endi shuni programma, konsert dasturi tuzildi. Xudo xolasa endi shuni ishlasak, bundan ham yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Aholimiz shunday yaxshi kunlarida, bayramlarida borib, o'zlarimizni mana shunday san'atlarimizni namoyish qilish niyatidamiz. Kelgusida mumtoz qo'shiqlar, mana shunday mumtoz xalq og'zaki ijodidan o'tkazib turibmiz ustozlardan o'rganganlarimizni. Charchab gelgen meymanım, charchab gelgen meymanım, öter beş günde üranın ey, cüccingni humarıma, çakırsan meymanım.
Ötkenlerden soradım, ötkenlerden soradım. Ağan gelmez buldu deyip, dana tinça yığladım. Ağan gelmez buldu deyip, onu giryan yığladım. Hüccünü humarman, çakırsan meymanınman. Mahallede ayollar arasında özlerimizde ayolların hukuki medeniyetini, tıbbi medeniyetini hem de aşırışta özlerimizi koldan gelgençe hissemizi koşup gitmiz. Şu bilen birge mahallemizdeki ayollar arasında bulup senetkar ayollarını yığdım. Senetkar ayollarını yığıp bana Çığataykala medeniyet ve dem alış merkezine alıp geldim de folklor, etnografik bir cemaat tüzüşe niyet kıldım. Bana şu senetkar ayollarım özünü koldan geçe atalarımız, bualarımızdan kalgan eşuleler, destan koşuklarını aytıp halkımızda öz hizmetini kılıp duruptu. Ondan taşkarı benim maksadım bana şu etnografik, folklor etnografik cemaada şu özlerimizde ata boğalarımızdan kalgan bana şu eşullarını, milli eşullalarımızı, mumtaz koşuklarını kelgüsüde keliyetken yaş avlatga yetirip ularını şu kelgüsü ötmüşte ötken babalarga hürmet nezarida karasha, intilişe hareket kılayapman, intiltirişke. Başka tögereklerimiz hem işlep duruptu. Tikuvchilik, İngiliz dili, ressamçılık ve başka tögereklerimiz hem işlep duruptu. Şu bilen birge mana şu ayollarımız hem kelip özlerinin koldan gelgençe her kası özünü urgengen yengi izlengen koşuklarını ak kelip şurada bemaslahat yigitlerimiz bilen birge halka verişe hareket kılayapmiz. Ben bundan behat xursandman. Halkımıza, farzandlarimize, mana şu yangi etnografik yangi nimelerini yetiştirip beriş, şu ayollarımızı xursand kılış, ayollar arasında şunday bir talentlarni borligi bilan faxrlanamiz. Cana canım, ana yurtum, vatanım, bakş eyledim senge canım, vatanım. Madaniyat va aholi dam olish markazida 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan san'at va madaniyat ixlosmandlari uchun badiiy havaskorlik to'garaklari faoliyat yuritadi. To'garak a'zolari tumanda o'tkaziladigan ommaviy va madaniy ma'rifiy tadbirlarda, ko'rik-tanlovlarda o'zlarining iqtidor, ist'dodlarini namoyish etib kelmoqda. Tadbirlarda to'garaklar qoshidagi maqomchilar ansamblining badiiy chiqishlari san'atsevarlar tomonidan qo'llab-quvvatlanyapti. Azat erken yayrab üstten koyningda, hali köptür sende qarzim bo'ynimda. Xizmat qilmoq kecha kunduz o'yimda. Farzandingman, farzandingman vatanim. Kecha kunduz xizmat qilmoq o'yimda. Farzandingman, farzandingman vatanim. Dunyoning 7